Bir kino chiqdi Amerikada. O'zbek fohisha qizi Anora degani. Mana shu nima uchun hech bir o'ylaysizmi? Mana qarang, 180 dan oshiq davlatlar bor-da. Nima aynan ular o'zbek millatiga tep ketadigan yo o'zbek davlatiga dedi. Sababi huquqshunoslar kam bizda. Men shunaqa deb o'ylayman, balkim boshqachadir. Balkim ular yetar. Va ular обратный связь udar bo'lmasligini bildi deb o'ylayman-da. Ya'ni xalqaro huquqshunoslar kamligi uchunmi yoki bizlarni qaysidir o'sha xalqaro huquqlar bilan, xalqaro munosabatlar bilan mas'ul bo'lgan tashkilotlar huquq sahnasida ularni sudga bermaslik. Endi men o'zimning niyatim bor. Ularni sudga berish hech qo'lim tegmayapti. Hozir ichkarida ham ishlarimiz ko'p. Xudo xolasa sal qo'lim bo'shab olsa, albatta o'sha rejissyorni o'zini sudga berish niyatim bor-da. Chunki u o'zbek fohisha qizi deyishga haqqi yo'q edi. Bu narsa qonun bilan mumkin emas. Bu xalqaro konvensiyalar bor, xalqaro normalar bor.